5-chi klassga ko'chganda asxonada tegin tamoq berilmaydi. Endi biz ashdan o'layotgan bo'ldik qo'y. Sinfdoshlar, men de bir o'zgarishni bilaman. Qanday o'zgarish? Endi bizga 5 sabaq emas, 6-7 sabaq bo'ladi ekan qo'y. Sinfdoshlar, men de bir o'zgarish bilaman. Qanday o'zgarish? Endi biz Xomravda darsga yugura olmaydigan bo'ldik. Nega? Endi biz yugursak, senlar boshqa ustini bilmaysan deb o'ylab ursadi ekan. Sinfdoshlar, men de bir o'zgarishni bilaman. Qanday o'zgarish? Bizga sabaqda bir mugallim emas, ko'p mugallim beradi ekan. Sinfdoshlarim, men de bir o'zgarishni bilaman. Qanday o'zgarish? İlk topshirmasini bir mugallim emas, bir necha mugallim beradi ekan. Sinfdoshlar, men de bir o'zgarish bilaman. Qanday o'zgarish? Biz 5-sinfda aqlda kabinetga o'tdik ekanmiz. Bolalarım, moyamdan